28-iyun 26-yil sanasiga Samarqand Moshin bozor 9 ta trekerlarimiz chiqdi. Hozir narxlarni chiroyli qilib qo'yib boraman. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Premier pozitsiyada 4 ta yumshoq balon, parok reshetka gazlari bilan buni narxini 15.300 bo'lsa baraka qilamiz. LTZ Plus. 2024 LTZ Plus. 24-yilda ishlab chiqarilgan LTZ Plus pozitsiyada 4 ta yumshoq balon, parok reshetka gazlari bilan buni narxini 14.800 bo'lsa baraka qilamiz. 25 LS pozitsiyada 4 yumshoq balon, parok reshetka, yumshoq balon gazlari bilan buni probegi 16.000, buni narxi 14.700 bo'lsa baraka qilamiz. Cobaltimiz Midnight pozitsiyada avtomatik korobka 50.000 yurgan. Kreskasi top toza, propan gaz, yumshoq balon, chuqur poyliklari bilan buni narxini 11.800 bo'lsa baraka qilamiz. 4-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus pozitsiyada 31.000 probekda kreskasi bitta petnosi bor. Buni narxi 16.000 bo'lsa baraka qilamiz. 2023 Premier pozitsiyada oqidan 4 yumshoq balon, parok reshetka gazlari bilan buni narxini 15.200 bo'lsa baraka qo'ramiz. 2023 LTZ pozitsiyada hamma navorot qilingan yumshoq balon gazlari bilan tonirovka ruxsatlarigacha bor, shumka bo'lgan. Hamma narsasi tayyor. Buni narxi 14.300 bo'lsa baraka qo'ramiz. 2023 LTZ kam yurganidan 20.000 yurgan. Parok reshetkalar qo'yilgan, gaz qo'yilgan, metan gaz. Buni narxini 14.500 bo'lsa baraka qilamiz. Kam yurgan. LTZ 2023 yumshoq balon, parok reshetka gazlari bilan kreskasi top toza 60.000 probekda. Buni narxini 14.200 bo'lsa baraka qilamiz. LS pozitsiyada 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma narsa zavod holatda o'tibdi. Kreskasi toza 13.800 bo'lsa baraka qilamiz buni. Kreskasi hammasini absolyutni toza. Bemalol tekshirtirib olishlaringiz mumkin. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hamma mashinalar chiroyli narxlarda qilib beramiz.